Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Mana ko'rib turibsizlar, biz hozir bugun 7-dekabr 2026-yil. Mana bu olmalar mana Yevropadan akamiz olib kelishdi. Qaranglar. Bu hozir ikkitasi 1 kilo keladi. Hatto 1 kilodan ham ko'p mana. O'ta bir manzur olma ekan, buni yeb ko'rildi. Mazasi ham ajoyib ekan. Shuni novdalardan ham olib kelishdi. Hayvon qilinyapti. Mana uni makka qo'yamiz mana, bu qaranglar. Mana videomiz chiroyli chiqishi. Mana bunday qilib, mana yonidan qo'ydi. Eng hozir katta iskanalarni yoniga terini yorib turib tiqilib payvand qilinsa, u eng bir nima deydi, natija yaxshi bo'lyapti, ko'karish yaxshi bo'lyapti. Hali atvertka qilgandan ko'ra bir tomonini olib turib, mana novdani bir tomonini kesib turib, mana unda qancha qilib payvand qilinsa, juda bir yaxshi natija bo'lyapti. Xo'p. Endi bularda buni emas. Hozirda bizda olmalardan cho'rni almaz deganimiz bor. Pink Lady bor, Gala Devi bor. Bundan tashqari har xil mevali daraxtlarning ko'chatlari bor. Mana bu tomonda hali ko'chirganimiz ham yo'q bir xilgisini. Uzum ko'chalarining 50 xildan ortiq navlari bor. Bemalol murojaat qilaveramiz. Kimga kerak bo'lsa. Hop, telefon nomerimiz 91 123 0550. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Like bosib, podpiska qo'yib, xudo xolasa yaxshilikka yondashib, yaqinlarga yuborib qo'yamiz. Qaranglar. Kimga bir payvand qilishni o'rganish kerak bo'lsa, mana bunday qilib ko'rib shuni o'rganib olsa bo'laveradi mana. Bunday qilib mana o'raladi. Tevasi ham deydi. Bugun e'tibor beringlar chisloga. Bugun 7-noyabr. Ko'pchilik bo'lmaydi, palon bo'ladi, tukun bo'ladi deydi. Ularga quloq solmaymiz. Ularning gaplariga bitta tochka qo'yib turib, biz bilan nimani boshlaysizlar, ko'p davom etasizlar shu muloqotda bo'lishdi. Mana qaranglar. Men u qahraton qishda ham payvand qilaveraman. Yozda ham jazirama farqi yo'q. Men emas, faqat shu payvand qilsa bo'laveradi aslida. Mana e'tibor beringlar. Keyin ko'pchilik eksa bo'ladimi ko'chat? Anomi, manomi deb hamma narsa bo'laveradi, eksa ham boshqasi ham. Mana endi bunga birka qo'yib qo'yamiz. Mana yozib tayyorlab qo'ygan birkalarimiz bor. Onudek qo'yibman. Bundan maqsad katta olmalarimizga payvand qilishdan maqsad bularning novdasini olib, kuzda xudo xolasa ular ko'chatidan yana payvand qilamiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Ko'chalarimiz bor, bemalol murojaat qilaverasizlar. Bitta pochta qilib ham jo'nataveramiz. Ko'proq olsalar kelib ham olib ketaverasizlar. Sog' bo'linglar, rahmat.